Demak, bu yerda ham bizning aralashuvimiz ko'paydi va mashina aralashuvi 88% ga tushdi mana. Bu yerda ko'rinyapti va ikkinchi qismda ham 90%, bu qismimizda ham 95% va biz buni tarjima qilishimiz mumkin va nashr qilishimiz mumkin. Xo'p, publishni bosaman va bu yerda aytayapti publish with existing issues. Ya'ni ba'zi bir muammolarimiz bor ekan bu yerda tarjimada. Buni nashr qilib bo'lgandan keyin ham to'g'rilashingiz mumkin. Shuni e'tiborga oling deyapti. Shuni e'tiborga oling deyapti. Ya'ni sizning o'sha nashr Wikipedia va muharrirlari ham bu sizning kiritayotgan o'zgarishlaringizni albatta qadrlashadi deyishyapti. Va biz buni nashr qilamiz. Xo'p, yaxshi. Endi mana bu joyda adashmasam o'sha havola keladi. Ya'ni page published at Fortune Journal. Ya'ni shu linkka kirishingiz mumkin. Shu linkda o'sha sahifa yaratildi deyapti. Demak, ustidan bosamiz. Va o'zbek tilida tarjima qilingan, tahrir qilingan yangi maqola yuzaga keldi va bizning 46 tilimiz 47 taga ko'paydi mana. Bu jurnal haqidagi ma'lumotlarni o'zbek tilida ham endi bizning foydalanuvchilarimiz, o'zbek tilida gaplashuvchilar, foydalanuvchilar bemalol mana shu ma'lumotlarni o'zbek tilida olishi ham mumkin. Xo'p, demak, endi esa mana shuni bu yerda xatolar bor albatta va siz va qolganlar ham foydalanuvchilar ham edit bo'limida, ya'ni nashr qilish, tahrir qilish bo'limidan ham kirib ularning xatolarini to'g'rilashi, qanaqadir so'zlar qo'shishi va olishi mumkin. Albatta siz ham o'zingiz kuzatib turasiz. Agar noto'g'ri o'zgarishlar kiritilayotgan bo'lsa, uni siz nima desak bo'ladi? Taqiq qo'yishingiz ham mumkin. Va shu bilan mana bu maqola, wiki maqola to'g'risidagi ko'rsatuvimiz ham tugadi.